Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana 2024-yil 6-oktyabr mana bedanak onorimizni Abduvohid akamizni uylarida bor. Shundan qalamchalarni olib ko'chatini ko'paytirganmiz. Mana hozir uyga syomkaga keldik. Mana bedanak onorlarning holati. Onorga marhamat. Onorlar pishdi. Katta-kattasini 10-15 kundan beri yeyishyapti bola chaqa. Mana bedanak onor. Mana holati. Bir tukkina bor bizda. Qalamchasini yilda ko'paytiramiz. Serhosil. Serhosil onor ekan. Mana taylarda qopdi hozircha. Mana hosil. Danaga bo'ladi puch. Danagi bu bedanak onor deyishadi. Ko'pchilik savol beradi. Buni danagi bo'lar ekan, lekin tishga botmaydi, yumshoq bo'ladi. Mana xudo xolasa bedanak onorimizni mevasi holatlari. Mana rangi unchalik qizil bo'lmas ekan.